Bir yaqin kunlarda bir gruppaga qo'shilib qoldim. Jigar serrozlar gruppasi ekan. Shunga o'xshagan gruppalardan juda ko'p pul yig'ishyapti. 5 ming bo'lsa ham, 10 ming bo'lsa ham tashlab bering. Nima bo'lyapti? Necha pul yig'ildi? 20 ming dollar yig'ildi. Yana 10 ming dollar yig'ilish kerak. Bemor qani? Mana bemor. Bu asalarim davolansa bo'ladi desam, davosi yo'q buni dedi. Bu davolanadi dedi. 1000 dollar ham pul ketmaydi dedi. 30 ming dollar dedim, shu yoniga qoladi, shuni bola chaqasiga sarflaydi deb murojaat qildik. Ishonishmadi. Borib ko'rsam maylimi desam, ko'ring dedi. Orasidan bir ikkita mardlar chiqdi. Sizga o'zi chiqyapti-yu, sizdan oldindan pul so'ramayapti-yu. Boring dedi. Borsam bilet olib qo'ygan Hindistonga. O'zi pul yetmayapti. 7 kunda ketamiz dedi. Shu 7 kun ichida muolaja qilamiz dedim. O'zgarmasangiz ketaverasiz, 1 so'm pulingiz kerak emas. O'zgaradigan bo'lsangiz davom etkazasiz, xohlasangiz dedi. Ha, bo'pti, endi bekor uyda yotibman dedi. Lekin Andijonga borgani yaramayman dedi. O'zimni mashinamni tez yordam mashinasida sidinalarni yotqizib, ko'rpa to'shaklar solib olib keldim. Yarim piyola ovqat suvni ichadi. 3 kunda chinilab ovqat ichadigan bo'ldi. 3 kundan keyin telefon qilib biletni atmay qo'ydi. 4 kurs lecheniya olib chiqib ketdi shu yerdan. Sog'lom odam qanday bo'lsa, xuddi shunday olib chiqib ketdi. Bunaqa bemorlardan juda ko'p. Faqat bu yerga kelib lecheniya olsagina endi kim biladi. Bo'lmasa nazariga ilmayapti, oddiy asalari nima qilib beradi deb. Bir dona asalari chaqqanda 75 xil foydali element o'tadi. 100% tabiiy foydali element. Bu organizmda bir dona arini o'zi tiklab qo'yadi. Odamlar buni xususiyatini bilmayapti. Bir dona ukol qilganda qancha miqdorda ziyon narsa organizmga kiryapti. Shunda o'lmay yurganiga rahmat. Bu biz bilgan narsa 75 xil deb. Bu bilmagani yana seroq. Buning uchun bu butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Juda ko'pchilik bee'tibor bo'ladi-yu, aslida butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan narsa. Tavakkal qilasiz, kelib lecheniya olsangiz hech qachon afsus qilmaysiz. Bu haqiqiy davo hisoblanadi.